Maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiat bilan tanishtiruvchi ilk darsliklardayoq siz u biz yashab turgan zamin, yer yumaloq shar shaklida ekanligini o'rgatishadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, oramizda yerni yassi, ya'ni tekis deb hisoblovchilar talaygina. Ular yerni shar shaklida ekanligini isbotlovchi ilm-fan va zamonaviy texnologiyalar tomonidan taqdim etilayotgan dalillarni yolg'on deb hisoblaydi. Ularning ta'kidlashicha, kosmik agentliklarning barchasi yolg'onchi va siz u bizdan yerni tekis ekanligini yashirayotgan hukumatlarga xizmat qiladi. Yer haqiqatan ham tekismi? Uni tekis deb hisoblovchilar haqmi? Ushbu dasturimizda yer aslida qanday ko'rinishda ekanligini tasdiqlovchi bir qancha dalillarni siz aziz muxlislarga havola qilamiz. Insoniyatning ilk sivilizatsiyasi davrida insonlar yerni tekis deb hisoblashgan. Eng qadimgi dunyo tarixiga nazar solsangiz, qadimgi insonlar tomonidan chizilgan xaritalarda yer tekis holda ekanligi tasvirlanganligiga guvoh bo'lasiz. Bugungi kundagi yassi yer tarafdorlari qadimgi insonlar bilgan bu haqiqatni sizlar hali hamon tushunib yetganingiz yo'q deyshadi. Keyinchalik insoniyat ilmi rivojlanishi asnosida yerni tekis ekanligiga shubha uyg'ona boshlangan. Miloddan avvalgi davrlardayoq Yunon olimlari yerni sharsimon ekanligini isbotlashga uringan. Miloddan avvalgi 6-asrda Yunon olimi Pifagor dengizda suzayotgan kemalar ko'rinish doirasidan uzoqlashar ekan, kemalarning dastlab tag qismi, so'ngra ustki qismi ko'rinishdan g'oyib bo'lishini, kuzatuvchi qanchalik balandlikka ko'tarilsa, uzoqlashayotgan kemani shunchalik uzoq vaqt ko'ra olishi mumkin ekanligini aniqladi. Pifagor bu kuzatuvni yerning sharsimon ekanligiga dalil sifatida keltirdi. Yana bir Yunon olimi Aristotel oy tutilishi vaqtida oy yuzasiga tushayotgan yer soyasini sharsimon ekanligiga e'tibor qaratdi va demakki yer shar ko'rinishda degan xulosaga keldi. Shuningdek, Aristotel shimoliy yarimshar osmonida ko'rinuvchi bir qancha yulduzlar janubiy yarimsharda ko'rinmasligiga guvoh bo'ldi. Haqiqatan ham yer tekis bo'lganida yer osmonida yulduzlar hamma joyda bir xil ko'rinishi kerak. Ammo amalda unday emas. Janubiy qutb va shimoliy qutb osmonidagi yulduzlar joylashuvi bir-biridan keskin farq qiladi. Shuningdek, shimoliy yarimshar samosida yulduzlar soat strelkasiga qarama-qarshi aylanadi. Janubiy yarimsharda esa soat strelkasi yo'nalishida aylanadi. Boshqa bir Yunon olimi Eratosfen esa oddiy ikkita tayoq yordamida yerni sharsimon ekanligini isbotladi. Miloddan avvalgi 250-yilda Quyoshning zenitga, ya'ni qoq boshning ustida turganida tayoqlarning soyasini hisoblab chiqdi. Misr janubidagi Siyena shahri yaqinida Quyosh zenitga turgan vaqtida tayoqcha soya solmadi. Siyenadan 800 kilometr uzoqlikda joylashgan Iskandariya shahri yaqinida esa tayoqcha soya solib qo'ydi. Agar yer tekis bo'lganida ikkita nuqtada ham tayoqcha soya solmasligi yoki ikkita nuqtada ham tayoqchalarning soyasi bir xil bo'lishi kerak edi. Eratosfen nafaqat yerni sharsimon ekanligini isbotladi, shuningdek u yer radiusi va yer meridiani uzunligini bugungi kunda texnologiyalar yordamida aniqlangan to'g'ri hisobdan biroz adashgan holda aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, dunyo ahlining aksariyat qismi yerni tekis deb hisoblashda davom etdi. Ayniqsa xristianlik cherkovi yerni sharsimon ekanligini 18-asrga qadar rad etib keldi. Sharsimon yer tarafdorlarini esa ta'qib ostiga oldi. Ilm-fan taraqqiyoti asnosida ilmiy dalillar orqali fan yerni sharsimon ekanligini xristianlik cherkoviga tan oldira bildi. 1961-yili koinotga birinchi bo'lib parvoz qilgan Yuriy Gagarin yerni sharsimon ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rgan birinchi inson bo'ldi. Aslida Gagarin bu parvozi bilan yer tekismi yoki u sharsimonmi degan bahs-munozaraga chek qo'ydi deyish mumkin.
Ammo hozirda ham Yerni tekis deb hisoblovchilar ozchilik emas. Hatto Yasir nazariyasi tarafdorlarining tashkiloti ham mavjud. Hozirda koinotga uchirilgan minglab sun'iy yo'ldoshlar Yerni uzluksiz kuzatib turadi. Ayrim sun'iy yo'ldoshlar Yerni video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlar va televideniya orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga ham uzatadi. Ushbu sun'iy yo'ldoshlar orqali olingan video va foto tasvirlarida Yerni sharsimon ko'rinishda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Ammo Yasir nazariyasi tarafdorlari bu tasvirlarni Photoshop yoki Gollywoodda olingan, koinotga esa hech kim uchmagan, sun'iy yo'ldoshlar esa umuman mavjud emas deb hisoblaydi. Agar sun'iy yo'ldoshlar mavjud bo'lmasa, televideniyalar, internet, GPS nimani hisobiga ishlayapti? Hatto siz ushbu videoni ham sun'iy yo'ldoshlarning xizmati hisobiga ko'rib turibsiz. Yasir tarafdorlarining fikricha, hukumatlar Yerni tekisligini bizdan sir tutishadi. Kosmik agentliklar esa yolg'onchi, ayniqsa NASA. Ular bizni turli xil yolg'on ma'lumotlar bilan aldashadi. Mayli ular aytgandek NASAni yolg'onchi deylik. Aslidagi NASA kosmik sohadagi eng yetakchi tashkilot. NASAdan boshqa kosmik sohada faoliyat olib borayotgan tashkilotlarning biri bu sirni oshkor qilib qo'yishi kerak-ku. Ularning barchasi bir-biriga mos keluvchi dalillarni keltirishadi. Dunyo hukumatlariga bizni Yerni sharsimon deb aldashdan nima naf? Bu yolg'on kimga kerak? Koinotni tatbiq qilish uchun katta miqdordagi pullar nimaga sarflanayapti? Yoki milliardlarni yolg'onlar uchun sarflashdan kimgadir foydami? Mayli kosmik agentliklarni bir chetga qo'yib turaylik. Sun'iy yo'ldoshlarni oddiy ko'z bilan ham ko'rishingiz mumkin. Tungi osmonda yulduzlar orasida sekin-asta harakatlanayotgan, yorug'ligi har xil bo'lgan jismlarni ko'rasiz. Ular ma'lum muddat samoda paydo bo'ladi-yu, so'ngra ko'zdan g'oyib bo'ladi. Siz ko'rgan bu harakatdagi jismlar sun'iy yo'ldoshlardir. Kuchliroq teleskop bilan kuzatsangiz, ularni sun'iy yo'ldosh ekanligiga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Yasir tarafdorlari Yer agar sharsimon bo'lsa, nima sababdan Yerning yon qismida yoki janubida yashaydiganlar Yerdan qulab tushmaydi? Nima sababdan barcha okeanlarning sathi bir xilda? Bu Yerning tekisligidan dalolat deb da'vo qiladi. Okean suvlarining sathi bir xilligiga va Yerning yon atrofida yoki janubida yashaydiganlar undan qulab tushmasligiga sabab Yerning gravitatsiyasi. Yer gravitatsiyasi uning sirtidagi barcha narsalarni, yuzasidagi atmosferani tutib turadi. Aks holda sayyoramiz yuzasidagi jismlar, jumladan atmosfera, koinotga uchib ketgan bo'lardi. Yasir nazariyasi tarafdorlari esa gravitatsiya umuman mavjud emas deydi. Yer yuqoriga qarab 9.8 metr sekund tezlik bilan harakatlanadi. Shu sababdan tepaga ko'tarilgan jismlar Yerga qulaydi deb hisoblaydi. Aslida esa bu tezlik Yerning tortishish kuchiga nisbatan jismlarning erkin qulash tezligidir. Agar haqiqatan ham gravitatsiya mavjud bo'lmasa, samo jismlar ochiq fazada nimani hisobiga muallaq turibdi? Yoki qadimgi dunyo mifologiyasidagi kit yoki fillar ko'tarib turibdimi? Teleskop yordamida Quyosh tizimidagi sayyoralarni kuzatsangiz, ular o'z gravitatsiyasi bilan atrofidagi tabiiy yo'ldoshlarni tutib turganini va sayyora atrofida harakatlanishiga majbur etayotganiga guvoh bo'lasiz. Yasirchilarning fikricha, Yer diametri 40 ming kilometr bo'lgan disk shaklida, osmon esa gumbaz ko'rinishda uning ustini qoplab turadi. Bu gumbazdan hech narsa chiqib keta olmaydi. Quyosh va Oy bizdan unchalik uzoqda joylashmagan, hajmi ham unchalik katta emas va ular doim bir-biriga qarama-qarshi turadi. Lekin ba'zida Quyosh chiqishi oldidan Quyosh tomonda Oy turganiga guvoh bo'lasiz. Hatto Quyosh chiqqanidan so'ng ham bir muddat Oy osmonda ko'rinish berib turadi. Ba'zan esa Quyosh botishi oldi Oy Quyoshdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda ko'rinish beradi yoki Quyosh botgani zahoti uning ortidan paydo bo'ladi. Ba'zan esa yulduzlar bilan to'la ochiq osmonda ham Oyni tuni bilan ko'rmaysiz.
Agar yassiyerchilar aytganidek Oy va Quyosh bir-biriga doim qarama-qarshi turganida, biz har tun Oyni ochiq osmonda ko'rishimiz kerak edi. Yassir nazariyasiga ko'ra Quyosh katta hajmdagi yoritgich, ya'ni chiroq. Biz aytgandek Yerdan 1.300.000 martaga katta emas. Uning diametri bor yo'g'i 51 kilometr atrofida va Yerdan 4800 kilometr balandlikda aylanadi. Agar Yer tekis bo'lganida biz tunda ham Quyosh Yerning boshqa qismini yoritib turganini ko'rishimiz kerak edi. Misol uchun, konsertlarga yoki kinoteatrlarga tushgan bo'lsangiz, chiroqlar sahnani yoritib turadi xolos. Zal esa qorong'ulikda qoladi. Zalda, ya'ni qorong'ulikda o'tirganlar sahnadagilarni aniq ravshan ko'radi. Ammo biz tunda ham Yerning kunduz tomonini har qanday kuchli teleskop bilan ham ko'ra olmaymiz. Sababi Yer sharsimon. Yerning kunduz tomoni uning orqa tarafida bo'lib qoladi, ya'ni gorizontdan pastda bo'ladi. Agar Yer tekis bo'lganida kuchli teleskop bilan Yerning istalgan nuqtasidan turib Yerning boshqa qismlarini ko'rish mumkin bo'lardi. Ammo buning iloji yo'q. Chunki Yer sharsimon bo'lganligi uchun gorizontdan pastda turgan narsalarni sira ko'ra olmaymiz. Yassir nazariyasiga ko'ra Quyosh biz aytgandek olisda ham emas. U shundoqqina bulutlar ortidan bizga nur sochadi. Yassirchilar buni bulutlar orasidan tushayotgan Quyosh nuri bilan izohlashadi. Ammo bunday manzarani temir yo'l relsida ham ko'rishingiz mumkin. Temir yo'l relslari sizdan uzoqlashgani sari xuddi ular orasidagi masofa qisqarib borayotgandek tuyuladi. Kuchli teleskop yordamida Merkuriy va Venera sayyoralarini Quyosh fonidan o'tayotganini ko'rish, kuzatish mumkin. Agar Quyosh haqiqatdan ham bizga yaqin va kichik bo'lsa, Yerdan o'rtacha 90 million kilometr uzoqlikda joylashgan Merkuriy sayyorasi qanday qilib diametri 51 kilometr bo'lgan Quyosh fonidan o'tishi mumkin? Vaholanki Merkuriy sayyorasining diametri 4878 kilometr. Afsuski, Yassir tarafdorlari bunday ma'lumotlarni tan olishmaydi.